Ekzaminatorlar bilan mazza qilib gaplashishdi. Hazil huzur bilan Nemis tili atmosferasini sezdik. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun B1 imtihonimiz, B1 telekom imtihonimiz bo'lib o'tdi. Qayerdan keldilaringiz? Qoraqalpog'iston. Bu yerdan ko'rinmaydi lekin, ha. Ancha uzoq bo'lsa kerak. 16 soat 16 soat yurib imtihon topshirgani keldilaringiz. Taassurotlar qanaqa? Zo'r, ha? Zo'r bo'ldi. Nimasi zo'r? Ekzaminatorlar bilan mazza qilib gaplashishdi. Bemalol, ochiq ko'ngil, hazil huzur bilan zo'r ketdi lekin. Nemis tili atmosferasini sezdik. Aha. Nima uchun nemis tili atmosferasini sezdingiz? Sababi nima? Nemislar bilan gaplashdik. Nemislar bilan gaplashdingiz. Ya'ni imtihon oluvchilar nemislar bo'ldi-ya. Nimadir yoqmagan jihatlari ham bo'ldimi? Sharoitlar yaxshi. Sharoitlar yaxshi, ha? Javoblari nasib bo'lsa endi 2-3 haftada xudo xolasa chiqib qoladi. Ana shunday chekka joylarda, ya'ni Toshkentga nukuslar ancha chetda, bu yerga nisbatan mana 16 soat yurib kelib imtihon topshirib ketishyapti. Do'stlarimizga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.